Bolalar bugun 4-pozitsiya Cobalt diskga e'tibor beramiz. Qanaqa holatda keldi? Xo'sh, yaqindan qaraganimizda mana aka. Двойной udar deyman. Eng chuqur joyi 1 santimetrlar bu. Shuni hozir chiroyli qilib yormasdan to'g'rilab beraman. Ko'rishda davom etamiz. Bu diskamizni ozgina ko'proq qizdirdim odatiy holdan ko'ra, chunki diskani yuqaligini hisobiga yorilmasin, 60-70 ming lishni yana klientga nagruzka tushmasin puli degan hisobda hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana ozgina ko'proq uni chukurka qilib, rolsena kraska sepaman. Endi ichkari tomoni mana bu yoqqa ham mana ko'rayotgan bo'lsalaring qizdirilgan. Xo'p, nima uchun bu ko'p qizdirildi? Sabab diskamiz mana yuqqaligini hisobiga salgina ko'proq qizdirdim. Zazorga e'tibor beramiz. Mana boyagi holat bilan shu holat solishtirsalaring o'zlaring bilasizlar qanchalik o'sha diskga tekis bo'ldi. Aziz do'stlar, ishim yoqqan bo'lsa, o'zlaring chiroyli qilib baholab qo'yasizlar, xudo xolasa.